Orzularni ro'yobga chiqarish oson emas. Har bir talaba bunga mehnat, sabr va ishonch bilan erishadi. Kimdadir bu yo'l Yevropada, kimdadir Osiyoda va yana kimdadir Avstraliyada boshlanadi. Bugun sizga ana shunday orzuga erishgan talabamiz hikoyasini bo'lishamiz. Tanishing, Avstraliyaga vizasini qo'lga kiritgan Boburxo'ja. Salom hammaga, men Boburxo'ja, 19 yoshdaman. Yaqinda men Avstraliyadan 4 yillik talabalik vizasini oldim. Bu men uchun juda katta orzu edi. Endi men Griffith universitetida o'qishni boshlayman. Avval Foundation, keyin esa Bachelor of IT bosqichida ta'lim olaman. Men har doim texnologiya va IT sohasiga qiziqqanman va shu sababli bu yo'nalishni tanladim. Griffith universitetini tanlashimning sababi u QS rankingda 268-o'rinda turadi va IT sohasi bo'yicha mashhur. Bundan tashqari, universitet joylashgan Brisbane shahri talabalar uchun qulay, xavfsiz va juda ko'p imkoniyatlarga ega. Bu yo'lning har bir bosqichida menga katta yordam bergan Everstudy Consulting firmasiga katta rahmat. Brisbaneda ko'rishguncha.